Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Mana bugun kuchli bo'lib qaytaman devdim, bu kuchli bo'lib qaytishim. Salom hammaga, kanalimga xush kelibsizlar deydi kana blogerlar. Salom hammaga, do'stlar, bugun O'zbek Taysoni haqida gaplashamiz. 13-o'yin kuni Ginjabayevmi nimadir degan Qozog'istonlik jangchini bitta uxlatib qo'ydi. Men bu videoni ko'rib juda ham xursand bo'ldim, chunki men Taysonga, mana shu O'zbek Taysoniga va Saturninga qandaydir fanatman desa ham bo'ladi. Ko'proq mana shunani videosini ko'raman. O'zi oktagonga uncha tushunmayman do'stlar. Oktagonda mana ismlarini ham bilmayman jangchilarni. Ko'pini misol Bobur Birbaloyev deganni ko'raman. Gorilla deydi. Jangi zo'r. Ayram! Qozoq! O'zbek! Ayramni bo'yni! Ana shuni qiziq bo'lgani uchun ko'raman. Keyin mana bu Erkabulan qaydasan deyishadi-ku. Erkabulan! Erkabulan qaydasan? Erkabulan! Qanasan Erkabulan? Ana shularni ko'rib qolaman-da, Erkabulan degan jangchi bor ekan deb o'ylayman. O'zbek Taysonining jangini ko'rib, mana uning Ginjabayligini bildim. Lekin haqiqatan ham yomon uxlatdi. Bitta o'zi tamom. Oktagonga O'zbek Taysonining onasi ham kelgan ekan. Eng ta'sirli joyi meni badanim bijillab ketdi. Onasi chiqib shunday bir duo qilib o'g'lini tabriklayapti. Shunaqangi bir boshqacha bo'ldim. To'g'risi, Oktagon'dagi jangchilarning ismini ham bilmayman. Agar ismini biladiganlar bo'lsa, albatta kommentariyaga yozib ketinglar. Ismini shu bahona bilmagan bo'lardik. Men bu videoni chiqarishdan maqsad ko'proq mana Tayson haqida videolarni to'pladim do'stlar. Bir 25-30 ta videolarni to'pladim. Hozirga shuni qo'yib beraman. Mana shuni ko'rasizlar. G'alabadan keyin ko'plab blogerlar, ko'plab odamlar Tayson haqida fikrini aytgan. Yaqinda ana Kamil Karati degani bilan urishgan edi-ku. Ana shu payti rosa ko'p tanqidlarga uchrab ketgan edi. Hozir undan keyin 2 marta g'alaba qildi. Menimcha hozir Taysonni hamma tabriklayapti. Juda xursand. 2 ta g'alaba u yaxshi. Tayson ancha formaga kelib qolgan. O'zi janglarini ham e'tibor berayotgan bo'lsangiz, haqiqatan ham ancha formaga kelib, ko'p narsani tushungan. Boshida bilsangiz, chiqqan paytlari yosh edi. Ko'pchilik bilaman, bachkana deydi, lekin aslida oilasini boqish uchun mana shunaqangi janglarga chiqib, urishib, pul topyapti. Buni o'rnida uncha-muncha odam bo'la olmaydi, to'g'rimi? Hozir sizlarga video to'plamlarini qo'yishdan oldin Tayson haqida o'zimning fikrimni aytib o'tmoqchiman do'stlar. Tayson qishloqdan chiqqan chapani yigit, Qashqadaryo yigitiman deb ko'proq aytadi. Mana shunaqa qishloqdan chiqqan yigit omadini bersin. Shu darajaga yetib kelgan ota-onasiga rahmat do'stlar. Boshqa gapim yo'q. Taysonga doim omad tilab, g'alaba tilayman, chunki O'zbekiston bayrog'ini yuqorilarga olib chiqyapti. Mana shunaqa gaplar. Endi hozir sizlarga videoda to'plamlarni qo'yib beraman. Albatta o'tirib, yoningizga bir napitkami, kofemi qo'yib olib tomosha qiling. Oxirigacha ko'ring, mazza qilasiz do'stlar. Juda ham qiziq videolar. Sizlarga endi chiroyli jang ko'rsatdim degan umiddaman. Bunaqa nokautlar endi yana ko'raverasizlar. O'z Tayson tog'alaring o'rganib qoldi endi. Sirini bilib oldi. Bang bang. O'zbekiston! Allah parchalarga. Go! Askalon chempionda nima gap deyishlardi bugun? Chempion operatsiyadan chiqdi, burnini. Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Mana alhamdulillah. Issig'ida birdan-sizga burnimni tuzatib oldim akalar. Yomon surib ketgan ekan, bir 6-2 ta ukkol oldim. Xudoga shukr, cho't hisob tuzatib oldim. Issig'ida bir uxlamasdan turib jangdan chiqib, hozir do'sti bilan qaytyapmiz. Tek Xudoga shukr. Farizaga yutdi. Gapi yo'q, молодец. Siz ham endi keyingi nokaut. O'zbekiston shunaqa sharafga bergancha prezidentimizga rahmat. Partiyalarga kattaga rahmat. Давайте поддержим Тайсона!
Chempion raqslarga rahmat qilib Keling, unaman deyapti. Akmal aka! Siz bilan jang qilamiz yaqinda. Istoriylar yangilik bor Akmal aka bilan. Matauta, Paraguayan Zal, Sasurbek, Kaisan, Oy. Tekisda xudo xohlasa inshaalloh. Emaylar-da. Xudo xohlasa jangga oz qoldi. Duo turinglar inshaalloh. Настрой четкий, xudo xohlasa. O'zbekiston, assalomu alaykum. Xudo xohlasa jangga mos qoldi. Urush boshlandi. Xudo xohlasa. Inshaalloh hamma chotki bo'ladi. Hadi shu o'tiringizlar. G'aflat botqog'iga botgan o'likdir. O'z yurtida qullik yotgan o'likdir. Jonini asrab yurtin sotgan o'likdir. O'z yurtim deb o'lganlarga o'lim yo'q. O'lim yo'q. Bosqinchiga dilini sotganlar o'lik, bosqinchiga tilini sotganlar o'lik, bosqinchiga elin sotganlar o'lik. Biz ilm deb o'lganlarga o'lim yo'q. O'lim yo'q. Bosqinchiga tilini sotganlar o'lik. Bosqinchiga tilini sotganlar o'lik. Bosqinchiga elin sotganlar o'lik. Biz ilm deb o'lganlarga o'lim yo'q. O'lim yo'q. Nasr inshaalloh. Sekin. Oldinga qo'y, shoshilma. Shoshilmasdan yurgit. Bam yo'q, o'zing bilasan keyin. Ko'cha qanday ishdi? Turibman. Joylar chap. Turibman. Dorgit dedi. Voy, faqat oyog'i bilan tepadi. Dorgitni o'rgatadi. Nima degan internetda? Mana unda urasan degan-ku. Tegdi-ku. Voyda bo'lma. Pilda mana shunaqa qilib sanamang. Siz mana shunaqa qilib. Siz pilda qochiryapsiz aka. Siz qochiryapsiz pilda. Qarang, sizga o'rgataman. Pilda mana shunaqa qilib ishlab sanaysiz. O'zingizga tortib tarang qilib tortasizlar. Mana shunaqa qilib sanaysiz. Keyin pil sizga qarab keladi. Pil sizga qarab keladi. Mana shu deb sanasangiz aka. Pil bit sanasangiz qochib ketadi. Pil to'lmaysiz onasini. Bir onasini ishlasangiz ham biringiz 2 kun o'tib ketadi aka. Uydagilarda boshqalarda ayb yo'q, o'zingizda. O'shancha mana shu qilib qaranglar do'stlar, keyin pul kelaveradi o'zi. Davay. Assalomu alaykum o'g'lim Tayson, tabriklayman. Boyka bo'lib yuruvding TikTokda. Meni sharofatim bilan mana oktagonlarda g'alabani qozonding. Bunday qiluvding, chap qo'ling tegib ketdi. Nima bo'lganda ham omad, gazini bos, o'zimizdansan, Qashqadaryodansan. Tandirni kuchini ko'rsatding. Nasib bo'lsa kelajakdagi boylarda endi yaxnalarning kuchini ko'rsat. Nima bo'lganda ham sen meni zurriyodimsan, sen meni o'g'limsan. Quyosh nuri tushib turgan jamiki territoriyadagi joylar borki, hammasi seniki. Sen meni o'g'limsan, Tayson, ko'z tegmasin. Malades, tabriklab qo'yaman seni. Jonli ko'rdim, to'g'ridan to'g'ri. Matauta, Paraguayan Zal, Sasurbek, Kaisan, Siz onasi bo'lasizmi? Siz dadalarlar. Bola zo'r jang qildi. Zang bo'ldi, xola. Xursandmiz xolajon. Qo'lingiz halol qozon.
Canım diye girdim. Bana bir işim kapat dedim. Sen siz kadar dua edin. Araba Özbekistan'a bırakma. Kullap kullap hammalarga rahmat şeylerine. Mana chiqita, mana bu yer ketadi. Haydi. Rahmat hammalarga. But the closer I get to the ring, I'm more confident. Once I'm in the ring, I'm a god. No one could beat me. My eyes on him. I keep my eyes on him. Then once I see a chink in his armor, boom, and one of his eyes made me. Do'stlar, karatchisi Moykadan akalar. Ko'rishlaringiz mumkin. Kecha mana buni yangi qo'ydirdim akalar, ko'rishlaringiz mumkin. Vash qichib ketibdimi? Vash qichib ketibdimi akalar? Moykada eng yaxshi ko'rgan moykam do'stlar, mana shu moykada minnatsiz onasini ham siz. Mana hozir yangi pulli chiqdi-ku, mana ichiga solaverasiz 10 ming ketib 30 ming qilib tashlab qo'yaman-da. Mana shu birta biratishga bor, shuni oldiga kelaman. Qo'liga bir 30 ming shunga beray, shu moykaga bergandan keyin mana pul tiqqandan ko'ra bir narsa oladi deymandani, kelaman o'zim juvib ketaman, ko'rishlarim mumkin. Mana siz yarim soat juvsang ham bir mazza qilib juvurasan-da, bir yemin erkan, biroz avvalga borsan 10 ming tiqasan, bilan juvganday bo'lmaysan-da. Davay, gel do'stlar, kattaman. Раз qilib Qaysi vrachga gapi kibr yo'q, mujik bola, Qashqadaryo mujik bolasi. Iyunda jang qilaman deyapsiz, iyun ham keldi. Bu galgi jang haqida nima deya olasiz? Aynan o'zingizning jangingiz haqida. Mana endi trenirovka qildim, mehnat qildim, o'zim ustimda ishladim. Shu uyinda jang qilaman dedim. O'tgan yil ham uyinda jang qilganman, chiroyli pobeda qilganman. Bu safar ham inshaalloh g'alaba Allohdan, nasib bo'lsa shu chiroyli bir nokaut qilib, chiroyli bir jang ko'rsatish. Raundda nokaut qilmoqchisiz. Shu endi bir yo ikkinchi raundlarda atrofida bir chiroyli bir jang ko'rsatib, shu muxlislarimiz uchun O'zbekiston kelgan qo'llab-quvvatlab, padishka qilgan muxlislarimiz hammasiga bir chiroyli bir jang ko'rsataman, nasib bo'lsa inshaalloh. O'rtog'izga ham shu savolni berdik. Umuman oktagonda o'zingiz jangingizdan tashqari yana qaysi jangni intiqlik bilan kutyapsiz va u shou bo'la oladimi? Endi hozir bilmadim, endi o'zimni jangimni o'ylayapman ko'proq. Birovning jangini o'ylashga vaqtim yo'q. Chunki o'zim jangimni o'tkazishim kerak, urishishim kerak. Menimcha eng oxirgi shu Muhiddin aka bilan Fazliddin Madrahimovning jangi interes bo'ladi. O'shalar jangi ko'rishim mumkin. Jangim o'tgandan keyin. Muxlislaringizga nima deysiz? Muxlislar qo'llab, padishka qilinglar, kelinglar. Xumarinaga ertaga 13-o'yin jang bo'lib o'tadi. Hammalaringizni kutib qolaman. Gazini bosing aka, sizga omad, charchamang. To'lka oldinga harakat qilishga, mehnat qilishga, taslim bo'lmoq kerak odam. Jasur bugun yutganda, xudo xolasa Ronaldoning komandasini ham yutamiz. Olg'a O'zbekiston, oq bo'rilar. Ko'p narsa qilsa bo'ladi, taslim bo'lmasdan. Joningiz sog' bo'lsin. Assalomu alaykum do'stlar, hammaga yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Mana uyimning o'zi remonti, o'zi g'ishtlarni qo'ydim. Nasib bo'lsa sekin-sekin Allohning izniga qilyapmiz akalar. Bolalarni qo'yamiz nasib bo'lsa. Undan keyin bilasizlar nima bo'lishini, u yog'ini sekin-sekin harakat qilamiz deydi-ku, to'yga qarab. Cho'tka xudoga shukr, alhamdulillah, hammasi zo'r. Mana shu sekin-sekin bo'lyapti akalar. Alhamdulillah. Necha yildan beri biznes tashlaysan? Ha? Qunt qilib trenirovka qil, sal patringa ishla. Endi harakat qilyapmiz. Harakat qunt qilib ishlaga. Taysonni g'alaba bilan tabriklaymiz. O'zbek Taysoni bilan Ilya Tapuri jang qilish mumkin desam ko'pchilik kulgan edi. Ko'rdilaring jangda bitta udar hal qilishi mumkin, любой jangda. Taysonni tabriklaymiz. Tayson g'alabalar davomiy bo'lsin. Malades, xursand bo'ldim ko'rib. Xudo xolasa Ilya Tapurindan ham zo'rlarini uradi, xudo xolasa chiqib. Bitta udar hal qiladi. Boshida shu Saturin bilan Tayson chiqqanda ko'pchilik ishonmagan edi, kulgan edi. Mana hozir ham kulishyapti, lekin bularni odamlarning gapiga qaramay, kulganiga qaramay, bular faqat oldinga qarab bosyapti. Lekin ancha o'sish bor. Taysonda ham, Saturinda ham ancha o'sish bor, malades. Xudo xolasa qo'llab podдержка qilib turinglar. G'alabalar davomiy bo'lsin Taysonjon. Bosaver uka. Xudo xolasa Ilya Tapuri emas, undan zo'rini ham urasan.
Ishonmaganlar seni ustingdan kuladiganlar kulaversin. Xudo xolasa hammasi oldinda. Bos gazini. Tabriklaymiz g'alabalar bilan. Davomiy bo'lsin. Oma potinka krem Tyson maladish. Vaqti gap bo'lishi mumkin emas. Mana shu tuya sutini ichganing yordam berdi menimcha senga. Qo'rqib urib oldi ama. Qo'rqib zo'rg'a yiqitib oldi. Maladish. Agar jichi qolganda bu yiqilardi, lekin bu yiqitib oldi. Tyson tuya sutini ko'proq ich, potinka krem. Ko'pchilikni bexabar bo'lsa kerak, ertaga Oktagon ligani 87-turnir bo'ladi. Do'stlar, bizlarda mehmonimiz Saturn. Assalomu alaykum butun planeta. Va do'stlar Tyson. Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Tayyorgarlik qanday bo'lyapti? Tayyorgarlik aka, Xudoga shukr, normalda bo'ldi. O'zim ustimda ishladim, mehnat qildim. Tinmay ter to'kib keldim desam bo'lar. Qashqadaryoda zo'r format cho'tdi. Jaydaricha jangni ko'ramizmi? Ertaga nasib bo'lsa inshaalloh shunaqa jang ko'rsatamiz. Bizning O'zbekiston mazza qilib, xursand bo'lib tomosha qilsa, bo'ldi. Bizlardan xursand odam yo'q. Xumarinada kelib padishka qilinglar do'stlar. Padishkalaringizlarning padishkalarning katta rol o'ynaydi menga. Qancha baqirib o'zimiz O'zbekiston padishka xumarinada qilsa, shuncha zaraj olaman, shuncha nima dedi? Zarajni bo'laman, do'q olaman, ha. Narmani jang ko'rsataman inshaalloh. Gap yo'q, ishlarga omad lekin. Ertaga faqat g'alaba kutib qolamiz. Butun O'zbekiston g'alaba kutadi. Inshaalloh Allohning izni bilan g'alaba qilamiz. Saturn Kommentda eng ko'p do'stlaringiz belgilaysizlar. Saturn Oktagon Liga deb yozasizlar. Kommentda eng ko'p yozganga ikkita bilet kommentdan tanlaydi. Akam o'zi beraveraman, bilet shunchaki tashab beraman. Ertaga soat 12:00 da abitda bilet egalariga topshiramiz. Jonlaringiz sog' bo'lsa hammaga omad. Kommentni bombardimon qilib tashlaylar. Qoni go'azi. eng ko'p kommentariyada do'stlar bilet bor. Faqat gazini bosdik. Ozroq mehnat qilasizlar, evaziga bilet olasizlar. Gazini bosdik. Gapirib bering. Og'abek, gapirib bering. Bizga emas. Ana bu g'alabani juda ham tez va juda ham qattiq tayyorlanishingizni bilaman. Va hozir onangiz birinchi marta Oktagonga chiqib sizni tabrikladilar. Bu sizga qanday emotsiya berdi? Chunki onam kelib tabriklashga, onam bir kun oldin kelgan ekan, chopon hisoblanib kelib, o'zi kelganini men bilmasdim. Bir ikkita aytdi, onam kelgan dedi, tabriklamoqchi chopon hisoblanib kelib Oktagon keldi dedi. Значит dedim-ki, onam ketdi ekan dedim, meni kim to'xtatalardi dedim, legada dedim. Konor McGregor bo'lsa ham dedim, qo'yib tashlayman dedim, inshaalloh bugun dasturni jang ko'rsatib dedim, qaytmayman oxirigacha deb. Молодец. 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 Siz yana bir narsa demoqchiman, hech Oktagonga chiqishingizga qarshi bo'lganlarmi? Yo'q, bo'lmagan, chunki chiqir pullar sanoqlarga sanagandan keyin qarshi bo'ladi. Rahmat, butun bilan qaraymiz. Uzbek Tyson ikkinchi raundda qozog'istonlik raqibini nokaut bilan yutdi. Tyson gap bo'lishi mumkin emas, emotsiyalar bomba. Telefonda ko'rolmay o'rtoqlar, afsuski sizlarga ko'rsata olmayman. Juda ham xursand bo'ldim. Tyson, tabriklayman. Shu videoga bitta like bosib, kommentariyada Tysonni belgilab, g'alaba bilan tabriklab ketinglar. Tyson, молодец. Kundan kunga o'zgaryapsan. Kundan kunga jang qilish qobiliyating o'syapti. Молодец. Gap bo'lishi mumkin emas. O'zbek o'g'loni gazini bos. Xullas kalom, Taysonga o'xshashni niyat qilgan o'zbek Taysoni bugun yana bir g'alabani qo'lga kiritdi. Tayson tabriklaymiz. Taysonga o'xshash uchun havas qildi, orzu qildi, niyat qildi va bitta chini ham og'izlab tashladi. Va yillar o'tgan sayin jaydaracha urushayotgan Tayson bugun haqiqiy Taysonga aylanib bormoqda. Omadingizni bersin. Biz esa operatsiyaga ketdik. Taysonni ko'rdilarmi do'stlar? Nimalar qilib tashadi bu Taysonda gap bo'lishi mumkin emas, lekin raqibi ham kuchli ekan, shunchaki ochiq jang qildi va oxirida uxlab qoldi do'stlar. Tayson kelajagi bor, gap bo'lishi mumkin emas. Tayson muxlislari bitta like bosib videoni tarqatib qo'yamiz. G'alaba muborak bo'lsin. Tayson, tolka gaz. Muhman aka. Onayni. Biznes deydilar ekan marka. Qara. Qara. Bang! Onayni. Qara. Tur, yo'q qil raqibda. Davay.
Chiqasanmi? Jang sera. Bu onang bilyapti. Mana shu bola oktagonga chiqarishimiz kerak. Mana bu yoqdan kiring, bu yoqdan kiring. Sayma, Tayson onasi. Onasi qiyin. Bu nima bo'ldi? Wow! Wow, ya думал, что Тайсона Ahmad Dodon sho'rvasi qanaqa edi mazasi? Bilmadim, mana Ahmad Dodon sho'rvasini ichaman. Har safar nokaut qilib qo'yib, o'zim bilmagan holat. Taba haqida fikringizni gapiring, Taba. Ahmad Taba haqida prosta gap bo'lishi mumkin emas. Vahsh taomlari, zo'r ovqatlari, nomeradi. Hammani tavsiya qilib qolaman, yaqinda o'tamiz aka. Yirtqich baraka o'ddini bitta berganda Boshqa. Ha, tamom. Bilib olaverasiz, Ahmad. Jasur endi bo'ldi.